Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Toshkent viloyati Piskent tumani Kultepa MFI hududida 59 elektr sonli kontrda amalga oshirilmoqda. Bu yerga kartoshka mahsuloti ekilgan bo'lib, yerning umumiy hajmi 704 gektardan iborat. Yerning uzunligi 342 metr, bo'yiga esa 216 metrdan iborat. Bu yerga ekilgan ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlangan. Hozirda ekinlar yig'ib olish jarayonida. Ekin yetishtirilishga 70-80 kun vaqt ketgan. Yetishtirish jarayonida ekinlar sug'orilgan va tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilgan. Ushbu loyihaga 15 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bitta dehqon xo'jaligi o'rtacha yarim gektar, ya'ni 50 sotix yer to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirilishi uchun Kultepa Agro ishonch ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna, jami 259 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadini yanada oshirib borish rejalashtirilgan.